Brokkolini aynan shu usulda yeyish saraton, ya'ni rak xavfini kamaytirish, immun tizimini kuchaytirish xususiyatiga ega. Bu usulda brokkolining barcha foydali xususiyatlari o'zida saqlanib qoladi. Birinchi bo'lib, brokkolini 4-5 daqiqa qaynagan suvda qoldirib, vitaminlarni o'zida saqlagan holda parazitlardan tozalab olamiz. Toza idishga maydalangan kenza, tuz va ziravorlar, bitta limon suvi, xohishga ko'ra 1-2 qoshiq zaytun yog'i solib, brokkoliga o'zgacha ta'm beruvchi sous tayyorlab olamiz. Brokkolini suvni to'kib tashlab, chopperda yaxshilab maydalab olamiz. Agar chopper bo'lmasa, pichoq yordamida maydalashinglar ham mumkin. Ta'mi yoshi kattalarga birdek yoqadigan, vitaminlarga boy bo'lgan, ayniqsa B va C vitaminlari, kaliy va kalsiy moddalariga boy bo'lgan mazali salatimiz tayyor bo'ldi. Limon brokkoliga o'zgacha ta'm beradi va yallig'lanishga qarshi xususiyatini yanada oshiradi. Bu salat yurak sog'ligingizni ham qo'llab-quvvatlaydi. Bu salatdan bitta yegan odam yana yegisi kelaveradi. Ovqatdan oldin iste'mol qilsangiz yanada foydasini sezasiz. Bu videoni o'zingizga eng yaqin va doim sog' bo'lishini istaydigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Universal blogimni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.